Ya Allah sen mehribon, Allohu Allah. Seni deb ko'ydi bu jon, Allohu Allah. Maşallah do'stlar, qaranglar, afrikalik do'stimiz jumani kutib o'tirmadi. Bugun o'zi 2-oktyabr kuni safarini 114-kunida sen bilan ketaman, umraga boraman deb islom dinini qabul qildi. Qaranglar, mana hozir shu masjidda hammani oldida islom diniga o'tdi. La ilaha illalloh Muhammadun rasululloh. Voy, maşallah. Hidoyat ayla bizga, Allohu Allah. Panoh bo'l yurtimizga, Allohu Allah. Iymon ber qalbimizga, Allohu Allah. Alloh meni dardimni, bu ohzorimni rahmayla, kechirgin gunohlarimni.